Ertalab soat 5:30da Qoraqalpog'istonga qarab yo'l oldik. Diska muammolari, balon muammolari bo'lib, 40-50 uzoqqa 60 tezlikda yurib, soat 1:30-2 ga Samarqandga kirib keldik. Samarqandda umrimiz o'tib ketdi. Diska almashtir, balon almashtir, hammasini o'zingizlar bilan ko'rdinglar. Mana hozir soat 8 ga yaqinlashyapti. Endi Samarqanddan yo'lga chiqamiz. Kecha uxlamaganman. Endi o'ylayman, maslahatingiz kerak. Men charchab qoldim, lekin ertaga soat uzog'i 3 gacha Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lishimiz kerak. Hozir shu turishda Samarqanddan Buxorogacha borib olib, uxlab turib, kuchchi yig'ib turib, Buxorodan Qoraqalpog'istonga qarab yuraylikmikin yoki amallab chirib bo'lsa ham, hech bo'lmasa Xorazmga yetib olib, o'sha yerda uxlab, keyin Qoraqalpog'istonga qarab yuraylikmikin, maslahatingiz kerak. To'g'risi, yomon charchadim, yomon. Ko'zlarimga qaranglar. Kirtayib ketdi ko'zlarim. Lekin maza qilyapman, adrenalin bo'lyapti va kelayotgan SMSlar menga chista motivatsiya bo'lyapti. Yomon ham qo'llab-quvvatlab tashlayapsizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman.